Yana qaytganlarning birinchi qismi 18-yanvar 2026-yil. Sotildimi, qaytdimi? Nech bilan qaytdi? 1,5. Yil nechi? 23. 23. 2000 kilometr yurgan mexanika. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. Ayting. 446. Aha. 49. Mayli. Mana. Xo'p. Bir boshdan so'raymiz. Sotilgan va qaytganlarning birinchi qismini ham boshlab oldik. Barchangizga yangilar assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini O'tkir. Aziz obunachilar, sotilgan va qaytgan avtomashinalarning birinchi qismi bo'ladi. O'tkazmasdan ko'rsangiz, qidirgan avtomashinangiz to'pasi degan umiddaman. Taklif bizdan, qaror qabul qilish sizdan. 18-yanvar sanasi 2026-yil yakshanba kuni. Agar sotilimi, qaytdimi? Nechiga? 3850 bo'ldi. Baraka bo'ldi, 3850 ga. Yil nechi? Yil 2016. 16. Barakasini bersin. Eshigi yoping. Nexia. Mana. Cobalt'dan so'raymiz. Akajon, sotildimi, qaytdimi? Sotildi. Nechiga baraka bo'ldi, sir bo'lmasa. 12,5 ga 25. 25. 8 ta yurgan. Aha, 8 ta yurgan Midnight. Oldingi Midnight'dan 12800 ga. Yo, 12,5 ga bor. 12,5 ga. Mana. 12,5 ga. Mana. Xo'p. Bu yog'i sotilgan va qaytganlarning birinchi qismini boshladik. Xo'p, aka, Matiz sotildimi, qaytdimi? Qaytdi o'g'il. Nech puldan qaytdi? Sir bo'lmasa assalomu alaykum. 3 dan qaytdi o'g'il. 3000 dan. Yili nechi? 2013 kuzov 14 127 ming radnoy probeg. Telefon nomeringizni ayting. Benzinda 99lik 021 1331. Salomat bo'ling aka, ishlaringizga omad. Xo'p. Sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nech puldan qaytdi akajon? 6200. Hoji tog'a, assalomu alaykum. 6200 dan. Yil nechi akajon? 24. 24. Telefon raqamingizni ayting. 88lik Aha. 182 4800. Xo'p, metani bor. Propan. Propanda 13 diskalar qo'yilgan. Mana. Xo'p. Keyingisi mana shu damasamiz. Agar sotildimi, qaytdimi? Assalomu alaykum. Sotildimi, qaytdimi? Sotildimi? Nechiga baraka bo'ldi, sir bo'lmasa? 50 million. 50 million so'mga. Yil nechi? 11. 11-yil Nexia 2 50 million so'mga baraka bo'ldi. Barakasini bersin aka. Gap yo'q. Mana. Xo'p, mana shu Nexia 2. Xo'p, ana endi yo'l ochilsa mashinalar chiqishni boshlaydi. Sparkdan so'raymiz. Akajon, assalomu alaykum. Sotildimi, qaytdimi? Qaytdi aka. Nech puldan qaytdi aka? 7200 ga bermoqchiman, 7 dan qaytdi. Yili 20. telefon nomeringizni ayting. 90lik 744 0201. Salomat bo'ling akajon, ishlaringizga omad. Spark, mokra asfalt svetda. Mana. Xush. Tog'ajon, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ish bilan kelasizmi? Ha. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xush, nasib. Keling. Mayli. Xush. Nech pulga kelishmayapsizlar aka? 2016-yil Aha. Skanseniyada 84 mingta yurgan radnoy. Nech pul savdoni ko'rdi, berilmadi. 3800 ga bermadim. 4200 aytamiz. 4 ga berasiz nasib bo'lsa. 3900 ga beraman. Telefon nomeringiz? 93 Ayting. 620 Aha. 0737. Mana. Akam qarashlariga qarang, mo'ltirab. Yo'lizdagi akamni. Programmist. Ha, davay. Akajon, assalomu alaykum. Sotildimi, qaytdimi aka? Yo'q, qaytdi. Nech pul savdoni ko'rdi, berilmadi. 8,5 ga beramiz. 8,5 beriladi, ha? Yili nechi? 2015. Telefon raqamingizni ayting. 88 301 23 33. Aha, mayli akajon. Cobalt avtomashinamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Yanga saqlang, ko'ring shuni. Xo'p, sotilib qaytdim tog'ajon. Nech pul savdoni ko'rib qaytdi? 4400. 4400 Lacetti. 2011. 2011-yil mexanika. Telefon raqamingizni ayting. 90lik 514 62 35. Aha, mayli aka. Salomat bo'ling. Lacetti. Xo'p, akajon, kapotchangiz ochiq ekan. Ishlab chiqarilgan. Nech pul savdoni ko'rdi, berilmadi. Savdo beryapti akajon. Bo'lmadi? 8400 so'rayapmiz. Yil nechi? 2020-yil. Aha. Metam 4-pakalini bu. Telefon raqamingiz. 50 bilan 006 22 29. Akajon, salomat bo'lasiz, oq yo'l. Kapot yo'q bo'ling aka. Mana. Xo'p. Akajon, sotildimi, qaytdimi? Qaytdi akajon. Nech pul savdon kirib qaytib sir bo'lmasa. 10 mingni. Yil nechi? 21.
21. Telefon raqamingiz ayting. 93lik Ayting. 899 Aha. 02 20. Salomat bo'ling akajon, ishlaringizga omad, charchamang. Mana Cobalt. Xo'p, akajon sotildimi, qaytdimi? Assalomu alaykum. Aka qo'ydik. Ha? Qo'ydik. Yo'q, bozor savdo ko'rgani. Qaytdi aka. Necha pul savdoni ko'rdi? 9000. Yil nechi? 29. 99 ni ko'rdi, berilmadi. Telefon raqamingizni ayting. 288 302. 288 96 86. 96 86 33 kodi bilan. Salomat bo'lasizlar aka, ishlaringizga omad. Cobalt. Aka sotuvgami? Sotaveramiz, farqi yo'q. 2013 Malibu 1. Luklik. Ha. Nechi pul? Paysa 4 yil pagametam. Telefon nomeringiz? 98 090. Aha. Mayli akajon, salomat bo'ling. Mana Malibu olaman deganlarga. Xo'p, akajon Spark sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Necha pul savdoni ko'rdi, berilmadi? 5300. 5300. Yil nechi? 14. Telefon nomeringiz? 99 Ayting. 969 Aha. 1113. Salomat bo'ling akajon, ishlaringizga omad. Mana Spark Gentra sotildimi, to'g'jon qaytdimi? 11dan qaytdi. 2023-yil 12000 ta yurgan Polna Radnoy 11000 dan qaytdi. 11000 dan qaytdi. 11200 ta beraman. Telefon nomeringiz? 614 90lik 614 49 49. Aha, mayli. 12000 yurgan. Necha pulga beraman dedingiz? 11200 ga. 11200 ga beraman dedilar tog'amiz mana. Mana. Xo'sh. Cobalt sotildimi, to'g'jon qaytdimi? Qaytdi. Necha puldan qaytdi? 6000. 6000. Yil nechi? 13. Telefon nomeringiz? 511 15 19 99. Salomat bo'ling, ishlaringizga omad. Mana. Aga sotildimi, qaytdimi? Xullas mana shunaqangi yangiliklar izlar. 18-yanvar sanasi 2026-yil yakshanba kuni Buxoro avtomobil bozorini mana oxiri sotilgan va qaytganlarni nasib etsa videosi bo'lyapti. Qo'llab-quvvatlashsa degan umiddaman. Kim agar avtomashina olmoqchi bo'lsa, videolarimizni oxirigacha ko'rsangiz, o'ylaymanki, qidirgan avtomashinangizni topasiz degan umiddaman. Taklif bizdan hamisha, qaror qabul qilish sizdan. Bemalol hammamizga ham shunaqangi yaxshi, yangi, arzon avtomashinalarni olish har birimizga ham nasib qilsin. Sotilgan va qaytganlarni birinchi qismini chiroyli tarzda yakunlaymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Bek Buxoro Instagram kanaliga ham obuna bo'lsangiz, u yerga ham arzon, holati yaxshi bo'lgan avtomashinalarni joylashtirib boramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.